Samsung Galaxy A10 2019-yilning 28-fevral kuni ommaga taqdim etilgan va hozirgacha oradan 7 yil vaqt o'tdi. Shaxsan men uchun Samsungning A seriyalari bilan aynan A10 seriyasidan boshlab tanishganman va bu ham 2019-yilda sodir bo'lgan. Olgan vaqtim xuddi kechagidek esimda. Kattakon ekran, noodatiy bo'lgan dizayn va orqa tarafi plastmasdan bo'lgan korpus albatta. Hozirda bu kimningdir asabiga tegayotgan qandaydir qotib ishlaydigan smartfon bo'lsa, men uchun haqiqiy nostalgik smartfonlardan biri bo'lib qolmoqda. O'sha vaqt uchun byudjetli smartfonlar doirasida eng yaxshi kamerasi bo'lgan deb o'ylayman. Hozirda esa kamera degan bo'limni bir chetga astagina surib qo'yamiz. Hozirgi uning avlodlariga keladigan bo'lsak, xuddi o'sha A17 hali ham xuddi o'sha tomchi bo'lgan frontalkadan qutulmagan va albatta kattakon aeroportdek podborodkada ham qutulmagan. Unaqa katta o'zgarish ham yo'q. 7 yilning ichida ular 7 yilning ichida unaqa katta o'zgarish qilgani yo'q va biz ham ulardan bundan ortig'ini kutmay ham qo'yganmiz. Har doimgidek bir-biridan ajralmas, bir xil bo'lgan klonlar seriyalari oz-moz dizayni o'zgargan, bilinar-bilmas bu nimadirlar upgrade bo'lgan, lekin 7 yillik yangilanishga yarasha emas. Masalan, ko'p hollarda Exynos'dan to'g'ri Helio G99 ga o'tgan va undan oshiqi yo'q. Oradan 7 yil vaqt o'tgach, zaryadini unaqa yaxshi ishlamasligini siz ham biz ham juda ham yaxshi bilib turibmiz. Albatta, akkumulyatorni almashtirmagan bo'lsangiz. O'sha vaqt uchun haqiqatdan ham o'zining pulga arziydigan smartfonlardan bo'lgan deb hisoblayman. Menimcha, kattakon 6.2 dyuymlik ekran bo'lgan, juda ham yaxshi bo'lgan protsessor, 3400 mAh batareya hajmi, barchasi ajoyib bo'lgan. Smartfonning o'zi 2019-yilning vibe'ini shundoq berib turadi. Orqa tarafi plastmasdan bo'lgan korpus va albatta zakruglyonniy, hech qanaqa hozirgidek kirpich yoki boshqa narsa emas, to'g'ridan-to'g'ri qo'lingiz uchun haqiqatdan ham qulay bo'lgan, zakruglyonniy bo'lgan chetki taraflari. Uning vazni bo'yicha taqsimlanishi ham juda ham ajoyib. Hech qanaqa kattakon shaybalarsiz, hech qanaqa shishadan yasalgan blok kameralarsiz, shunchaki oddiygina bittagina kamera. Va albatta, menga bu juda ham yoqdi. Hech qanaqa bo'rtirishlar boshqa emas, toza minimalizm. Vazni ham juda ham og'ir bo'lgan, naq 168 gram. O'sha vaqt uchun. Hozir esa byudjetli smartfonlarning standartlari allaqachon bundan o'tib ketgan va siz hozirda buni ishlasangiz yoki iPhone Air'ni ushlaganday bo'lasiz yoki bo'lmasam hozirgi bazaviy S24 ning o'zini, chunki uning vazni ham bir xil, ekranning dyuymi ham bir xil. Ammo S24 ning o'zi yon taraflama 5 mm ga qisqa va albatta bo'yi bo'yicha ham taxminan 3 mm ga qisqa edi. Lekin vazni va ekrani hech ham bir-biridan farq qilmaydi. Va eng qiziqarlisi bu iPhone Air'dan vazni atigi 3 grammga yengil. Lekin albatta iPhone Air bundan oz-moz gibrid bo'yicha kattaroq. Uning albatta orqa kolonkasi. Qaysi marketologning 2019-yilda kallasiga kelgan aynan kolonkani orqa tarafiga qo'yishga, aynan nimaga? Nimaga tagiga emas, nimaga ustiga emas? Va siz ovozni balandroq qilib qo'yishga harakat qilsangiz, yoningizda kimdir bo'lsa, bu ular uchun maksimum diskomfortni beradi. Ammo hozir hammasi validdek emas. Oddiygina baza bo'lgan narsalarga ham ancha vaqt kiradi. Masalan, oddiygina YouTube'ni olaylik. Unga taxminan 3 soniyada kirdi. Men buni sekinlashtirilgan tasvirda qo'yganim ham yo'q. Shunchaki YouTube'ga kirganda videoga olyapman. Endi esa bundan og'irroq bo'lgan ilovalarga kirishni tasavvur ham qiling. Qandaydir o'yin desangiz, o'yinga kirish ham dargumon. Albatta, kimdir buni o'zi o'yin uchun sotib oladimi, bilmadim. Endi bu gapimdan so'ng yana bitta savol paydo bo'ladi. O'zi buni kimdir sotib oladimi? Mening fikrim bo'yicha bu Redmi 9 dan yaxshiroq, ozgina bo'lsa ham. Bu smartfonni olish yoki olmaslik faqatgina o'zingizning ixtiyoringizda. Men esa sizga faqatgina o'zimning 7 yillik opitim haqida va o'zimning oz-moz kichkinagina bo'lgan fikrim haqida gapirib berdim. Shu bilan videoga yakun yasayman. Barchangizga xayr. Ветер в голове, зато счастливая, с первого взгляда не влюблюсь. Если обидишь, я сделаю кусь.